bitta uka qo'y so'yib xudoy qilmoqchi bo'pti. Shunda g'oyibdan sado kelibdi. Ey yigit, esingdami? Bitta arzimagan gap bilan akangni ko'nglini og'ritgan eding. Sen avval akangni roziligini olgin. Ana undan keyin qo'yni so'ygin. Akangni rizoligi bo'lmasa, Xudoyga so'yilgan qo'y qabul emas deb yozgan ekan. Shuning uchun jiyan, birinchi galda har bitta ish qiladigan bo'lsang, akangdan duo olishni unutmagin. Kecha ukam kelibdi, qo'llarida turtanon, bag'rimga bosdim to'yib, ey bormisan ukajon? Sog'inib turgan edim qiblagohim otamni, bugun ko'rganday bo'ldim joyi jannat onamni. Yur ziyorat qilaylik ularning mazarini, silab qabrlarini, tuyamiz diydorini. Oylar o'tib, yil o'tib, goh ko'rishmay qolamiz, o'zimizcha ming bitta bahonalar qilamiz. Oylar o'tib, yil o'tib, goh ko'rishmay qolamiz, o'zimizcha ming bitta bahonalar qilamiz. Sog'inaman ukajon, otamdan yodgorimsan. Eshik ochib kelib tur, onamdan